ayol. U kim edi? Ancha uzoqdan ishq hidini sezyapman. Gilotti. Gilotti. Amaki, seshanba kuni kechqurun 7:15 da eshikni ochib qo'ymasa nima bo'ladi? Uy egasi bukri bo'lib qoladi o'g'lim. Keyinchi 13 kun o'tgandan keyin o'ladi. amaki, bu yomon ishlarni kim qiladi? Kakuda aslida yashaydigan manzili qishloq tashqarisidagi qo'riqchi o'rnatilgan dalada joylashgan. Har seshanba soat 7:15 da bu yerga albatta keladi. Agar biror uyni kichik eshigi yopiqligini ko'rsa, o'sha uyda yashaydigan erkak kishini qattiq la'natlaydi. Faqat erkaklarnimi? Ha, ayollarga umuman tegmaydi. Sen xavotir olma. Haydovchilik guvohnomasi oladigan yoshga yetguningcha xavf yetmaydi. Lekin nega u bunday qiladi? Aytishlaricha shu atrofda bir duradgor yashab o'tgan. Bu qishloqdagi hamma eshiklarni faqat o'zi yasagan, lekin ishiga yarasha haqini ola olmagan ekan. Shuning uchun uni arvohi bu yerda kezib yurarmish. Ba'zilar bu bir maktab o'quvchisini arvohi deydi. U kundalik rejasi bo'yicha soat 17:15 da dars boshlangan, lekin birorta ham o'quvchi darsga kelmaganmish. Shu tariqa u hammadan o'ch olyapti. Eng muhimi, kichik eshikni vaqtida ochib qo'yishimiz kerak.